Nima sababdan ayollarda hayz sikli buzilishini sizlarga hozir mana bu yerda tushuntirib o'taman. Birinchisi gormonal buzilishlar. Bunda jinsiy organlarning gormonlari buzilishi va bo'qoq kasalligi, ya'ni endokrin kasalligida kelib chiqadi. Dori vositalari, ya'ni turli kasalliklarni davolash vaqtida ichadigan dorilarimiz ham hayz siklini buzilishiga olib keladi. Stress holatlari, kuchli stressga tushganimizda hayz sikli kuzatiladi va hattoki aminaligi ham olib kelishi mumkin. Vazn, ya'ni kuchli vazn olganimizda yoki kuchli vazn yo'qotganimizda, ya'ni semirib ariqlaganimizda ham hayz sikli buziladi. Oxirgisi iqlim o'zgarishi. Iqlim o'zgarishi, ya'ni dam olishlarga ketganimizda yoki ko'chganimizda boshqa mamlakatlarga hayz sikli buzilishi mumkin. Sizga sanab o'tganlarim hayz sikli buzilishining asosiy sabablari edi. Buni o'zingizga saqlab oling. Sizlar bilan ginekolog doktor Akzam.